Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Hozirda biz Instagram akkaunt rivojlantirish va hozirgi muammolar haqida gaplashib o'tamiz. Hozir juda ham ko'p akkauntlar spam bo'lib ketmoqda. Shu mavzular haqida to'xtalib o'tishga harakat qilaman. Hozirgi eng birinchi muammolar haqida gapirib o'tsak, hammada bo'layotgan hodisa deb o'ylayman va mana shu holat. Mana videolar joylashtirib borilmoqda. Ko'ryapsiz. Xo'sh, mana doim video qo'yayotganingizda mana shu hashtag va variant sifatida keltirayotgan narsa, shu narsalardan foydalanishingizni so'rab qolamiz. Rekka tez va ishonchli chiqishga bel bog'lagan bo'ladi. Mana bu narsaga ahamiyat bermang. Mana bu narsa o'zi turgani foydaliroq deb o'ylayman. Hop, bizda muammo mana shu. Mana shu bo'libdi deb o'ylayman. Xo'sh, mana bu nimadan kelib chiqadi? Hop, hozirgi payt 2026-yil shunday holat bo'ldiki, ko'p akkauntlar tez rivojlanib yoki oldindan yurg'izib kelinayotgan akkauntlar shu holatga uchramoqda. Mana bu hodisa nima sabab bo'lishi mumkin? Like'lar ko'p kelishi, kommentariyalar ko'p yozilishi. Mana ko'ryapsiz. Mana bu yerdan ham ko'rsataman. Mana shu holatlardan bo'lishi mumkin. Mana ko'ryapsiz, like'lar bomba, hamma yo'q bomba. Oxirgi marotaba 29-yanvarda qo'yilgan va kecha 2 kun bo'ldiki, mana hech narsa qilmagan. Menda ham shu holat bo'ldi. Xo'p, haftada 2 ta video qo'yish imkoniyatiga egaman. Bu narsalar o'tib ketadi. Mana bu akkauntga to'xtalsak, bu hammada bo'lib turgan vaziyat. Kanal ko'tarib sotaman. Mana ahvatlar bomba. O'l kuni ochilgan akkaunt. Ko'rishsiz mana. Hamma yo'q joyida. Istoriyalar bomba. Hozir boshqa akkauntimdan iloji boricha videolar sifatli va ishonchli tarzda qo'yishga o'rgatishim mumkin. Mana bu akkauntga to'xtaladigan bo'lsak, mana bu akkaunt anchadan yurg'izilmoqda. Bu aktiv bomba deb o'ylamayman. Hamma yo'q joyida. Birinchi navbatda video qo'yishdan oldin o'zingizga tanlang. Qanday holatda, qanaqa chiqdi, siz qanaqa holatda qo'yasiz, nima qilasiz, har birini ko'rib chiqishingiz. Hop, har bitta akkauntingizda bir xil hashtag qo'ymaslikka harakat qiling. Telegram akkauntimda hashtaglar bor, foydalanishingiz mumkin. Xo'sh, mana bu hashtaglar ancha oldin qo'yilgan. Bular o'tib ketdi. Har bir akkaunt o'zini hashtagi bo'lish kerak. Bir xil tempda olib borganingiz yaxshi deb o'ylayman. Mana bu yer bosamiz. Doim top video qo'yib iloji boricha rekka chiqarib berishga harakat qiladi shular ham. Birinchi marotaba YouTube ga kanal joylayapman. O'shaning uchun necha hayajon va tutilishim bo'lishi mumkin. Xafa bo'lmaysiz degan umiddaman. Aktivlar bomba. Mana Ganivich studio, Ganivich. Mana bu video rekka chiqishi ehtimoli juda yuqori, sababi bog'dagi ahvat ham ancha ko'tarilib qo'ygan. Buni ham endi ko'tarishga harakat qilibman.
Mana bu akkauntga to'xtaladigan bo'lsak, mana bu akkaunt ham shu tarzda rivojlantirib boriladi. Sizlarning ham akkauntingizni rivojlantirishga yordam berishi mumkin. Kommentariy yozib qoldiramiz. Buniki endi bir tich bo'lgan, lekin mana bu yurg'izilgan payt va qiziqqan paytim ko'ryapsiz. Bomba. Ko'pincha videoni mana cho'pishadi. Lekin men buni yashira olmayman. Mana bu akkauntga keladigan bo'lsak, o'zimni shaxsiy brendim va shaxsiy akkauntimni bilaman. Bu akkaunt hech qachon sotilmaydi, lekin bu akkaunt ham o'ziga yarasha obro'si bor. Axvat 34 ming ko'targanimga 3-4 kun bo'lib o'tdi. Rekka chiqqan videolar 30 ta video qo'yganim 2, 4, 6 ta rekka chiqqan va sifatli va yuqori. Hozirgi paytdagi eng muammoli vaziyatni aytsak, 2023-yil oldindan akkaunt urg'izganlar bo'lsa, 2023-yil 7-yanvar yo 8-yanvar kuni hamma akkaunt, katta kanallar va kichik kanallar, yangi boshlagan akkauntlar Tenavoy Bankga uchragan. Tenavoy Bank nima degani? Mana bu holatdan chiqib ketishni men sizlarga o'rgatib o'taman. Agar Tenavoy Bankdan chiqmagan bo'lsa, albatta sizlarga ishonchli va sifatli, tez va o'rgataman mana bu Tenavoy Bank deb ataladi. Mana shu holatda bo'lishingiz mumkin. Wi-Fi yaxshi ishlamaydi. Lekin harakat qilamiz. Tez va ishonchli va sifatli Tenavoy Bank va spamdan chiqishni o'rgatib o'tamiz. Xo'sh, videoni uncha tezlashtirib o'ramiz shekilli. Asosiysi Instagram qoidalariga rioya qilishingizni so'ramiz. Mana bu Fransiya hashtaglar spamga tiqish imkoniyati juda yuqori. Sababi o'zbek auditoriya bilan Fransiya auditoriyasi o'ta boshqacha holat deb bilaman. O'shaning uchun o'chirib o'tamiz. Mana 10 ta yetadi. Misol keltirgan 10 ta videoni o'chirdimi, 10 ta o'chiramiz. Mana bag'dan chiqsangiz yana 10 ta deb aytadi. Ko'ryapsiz? Biz hammasini o'chirishimiz shart emas. Shu holatda yurishimiz mumkin. Xo'sh. Endi aytishingiz mumkin, u mehnatlar deyishingiz mumkin, lekin har bir kanalda o'zini mashaqqati bo'ladi, o'zini harakati bo'ladi deb o'ylayman. Harakat qilib ko'tarsangiz bo'ladi. Bu akkauntda yurg'izayotganimga 2 oy, 3 oy bo'lib qoldi. Tezlik bilan spamdan chiqarish harakat qilamiz. Endi qo'ygan videomizni o'chirmaymiz, sababi bu ko'tarilish imkoniyati juda yuqori. Ganiyev Studio shunaqa holat ko'rish mumkin. Hamma Ganiyev Instagramdagi kanallar meniki bo'ladi. Chopyapti deb o'ylamang. Oldinlari faqat biznik videolar chiqargan edim. Endi nik qo'yishni boshladim. Sababi juda ham ko'p akkauntlar mendan video o'g'irlab qo'yadi. Ozgina ko'targandan keyin yana o'sha holatga kelib qoladi. Masalan, qanaqa holatga kelib qolishi mumkin? Akkaunt rek bermaydi. Tenavoy Bank bo'ladi. Xuddi mendagi haftada 2 kun, 2 marta, 3 marta video qo'yadigan holatga tushib qolishi mumkin. Xo'sh. Hamma savollaringizga shu yerdan javob topishingiz mumkin. Xo'sh.
Mana do'stlar, xudo xohlasa spamdan chiqib oldik. Bu juda oddiy hol. Videolarni juda ham ko'p qo'ymang, juda ham kam qo'ymang, chunki sababi mana bu yerdagi axvat ham yurish kerak. Mana ko'ryapsiz, mana oldindan qo'yib qo'ygan videolarim hammasi rekomendatsiyadan joy olgan. Ko'pinchalik 10 ming, 30 ming shu holatda bo'lgan sababi juda ham ko'p videolar qo'yganman. Bir kunda 100 ta, 200 ta video yasayman. Mana hammasi beznik qo'yilgan. Aktivlar bomba. Shunlarga chiqishni xohlasangiz, albatta YouTube kanalimizga obuna bo'ling va bundan ham foydali videolar chiqadi deb umid qilaman va chiqarishga harakat qilaman. Ko'p ehtimol qanday video qo'ysa rekka tezroq chiqadi deyishingiz mumkin. Hozirgi paytdagi videolar mana Reels'dan ko'rib ko'ring. Reels ko'rib ko'rishingiz mumkin. Va har doimlar rekomendatsiyadan mening videom chiqib keldi. Shunday videolar juda ham ko'p qo'yilgan sababli shunga o'xshash videolar tayyorlasangiz bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'ling. Hali hammasi oldinda, xudo xohlasa bundan ham yaxshi videolar chiqarishga harakat qilaman. Hozirgi gapirib o'tganimdan uzr so'rayman. Ozgina tushunmovchilar bo'ldi deb o'ylayman, chunki birinchi marotaba YouTube kanalimizga video qo'yishni boshlashim. Hammaga rahmat. Aytgancha reklama uchun Telegram kanalga Ganiyevich 212 qilsangiz Telegram kanalga albatta men chiqaman. Savollar va maslahatlar kerak bo'lsa albatta Telegram kanalimga yozishingiz mumkin.